Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan College Panda Second Edition, ya'ni saytini matematika qismi uchun bag'ishlangan kitobni barcha savollarni ishlab chiqishni boshlaymiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Xo'p, bu ifodani biz yozib olishimiz mumkin bir taqsim indizosida A degan holatda va bu ifodamizdan javobi 3 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, 9 sonni qo'ymoqchi bo'lsangiz 9 dan indizosidan 3 chiqadi, lekin u 3 ga teng bo'lmaydi. O'shaning uchun biz 1/9 sonni qo'yib ko'ramiz. 1/9 sonni qo'ysa yaxshi bilamiz, ildizosidan 1/3 sonni hosil bo'ladi. Va bu bo'linma bo'layotganligi uchun yaxshi bilamiz, 3 bilan 1 o'zini o'rnini almashtiradi va ko'paytiruvga aylanadi va 3/1 ko'rinishda yoziladi. Bizning javobimiz 3 bo'lib tugaydi. Xo'p, bizning javobimiz shundan hozir 1/9 bo'ldi, chunki biz o'sha sonni qo'ydik. A ni so'rayotganligi uchun A ni javobi 1/9 bo'ldi. Ikkinchi savol, agar bu ifoda shunaqa ko'rinishda bo'lsa, x nimaga teng? Keling biza 2x bo'lingan 2y ni 2x minus y deb yozib olamiz, chunki qonun bor edi. Rasmda boya ko'rsatdim. Xo'p, sonlarimiz bir-biridan teng bo'lgandan keyin ularni tashlab olgan holatda darajani o'zi bilan ishlab qo'yishimiz mumkin. X ni so'rayotganligi uchun minus y ni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Ishora almashadi va bu 3 plus y bilan tugaydi. Bizning javobimiz A varianti. Uchinchi savol. Y ni 5-darajasi 10 ga teng bo'lsa, y ni 20-darajasini toping. Keling, bundan oldin biz y ni 20-darajasini, y ni 5-si hamda 4-si deb yozib olamiz, chunki ko'paytirsa 20 bo'ladi. Bu ham rasmda ko'rsatilgan formula. Xo'p, y ni 5-si nechaga teng? Y ni 5-si ko'rib turganingiz kabi 10 ga teng, ya'ni 10 ni 4-darajasi. 10 ni 4-darajasi bu 10,000, ya'ni D javob to'g'ri variant hisoblanadi. 4-savol, shu ifoda bularni qaysi birsiga teng deyapti. Eng oson yo'li daraja ildizosida yotgan sonlarni, darajalarni ildizdan tashqariga chiqarib yuborishimiz kerak. Y ni 4-darajasi ildizdagi 4-daraja bilan qisqargan holatda y ni o'zi chiqadi, ichkarida x ni kvadrati qoladi. 4 bilan 2 bir-biriga qisqargan holatda bizada bu ifoda hosil bo'ladi. Yaxshi bilasizlar, odatda biz 2 sonini yozmaymiz va so'nggi javobni B deb olib ketamiz. 5-savol, agar shu ifoda bo'lsa, C nimaga teng deyapti. Keling biz birinchi ifodani yozib olamiz, ya'ni x ni kubini yozib olamiz. X 3/2 degan holatda, chunki bu yerda 2 son yashiringan. Markajdagi ifodani yozib olamiz, x 1/4 degan holatda. Bular bir-biriga bo'linyapti. Bo'linayotgan narsa formula bo'yicha bir-biridan ayrilishi kerak. Bular bir xil. Bularni kechiramiz va biz darajalarni bir-biridan ayirishni boshlaymiz. Xo'p, umuman xaraj 4 ga teng. 4 bo'lishi uchun 2 dan berishimiz kerak. 2 kere 3'imiz 6 bo'ladi. Xo'p, 6 dan 1 ni ayiramiz va umuman xarajni yozamiz va javobimiz 5/4 bilan yakunlanadi. C, ya'ni 5/4 ga teng. 6-savolimiz, agar shu ifoda bo'lsa, bu ifodani javobi nimaga teng bo'ladi deyapti. Keling biz aynan mana shu ifodani yozib olamiz. 3x bo'lingan 3 ni 3-chi degan holatda, chunki bu minusda-yu formula. Xo'p, 3x bizda nima teng? 3x bizda 10 ga teng. Xo'p, 10, xo'p 3 ni kubi bizda nima teng? 3 ni kubi 27 ga teng. Javobimiz C javob hisoblanadi. Agar A va B hammasi musbat son bo'lsa, quyidagilarni qaysi birisi eng kattasi? Yaxshi bilasizlar, eng son katta bo'lishi uchun unda ifoda ko'p bo'lishi kerak. Bu yerda hozir ifoda ko'p, B bilan D variantimiz bor. Lekin e'tibor beringlar, mana bu D da 2 ko'paygan A ni 2 bo'lsa deyapti. Lekin B ga qarasanglar, qarsini ochsa 2 hamda daraja 2B bo'ladi va undan keyin A yana 2B bo'ladi. Bu kattaroq, vaholanki bu kattaroq bo'ladi. D variantga qaraganda javobimiz hozir B bo'ladi. 8-savol. Bu ifoda berilgan z ni qiymatini toping. Z tepada turibdi ham joyda. Xo'p, keling biz oldin ham bu ifodani x ni yozib olamiz, y ni 3/2 degan holatda va x o'rniga yopib kelib qo'yamiz. Shunda bizda y 3/2 ko'paygan 3z hosil bo'lyapti. Ya'ni mana bu joyda x o'rniga yopib kelib qo'ydik. Va bu teng ekan y ni 9-darajasiga. Y lar bir-biri bilan qisqaradi yoki biz uni yozib o'tirishimiz shart emas. Darajalarni hisobga topamiz. Xo'p, bizda shundan hozir 3/2 ko'paygan 3z teng 9 hosil bo'lyapti. Ya'ni bu 9z/2 teng 9 degani. Xo'p, 2 ni bu yoqqa ko'paytirib olamiz bu yoq tarafga. Shunda hozir 9z teng 18 hosil bo'ladi. 9 ni bu yoqqa bo'lib o'tkazib olamiz. Natijada bizda 2 soni hosil bo'ladi. To'g'ri javob bu D. 9-savol. Bu ifoda berilgan, A ni qiymatini toping. Xo'p, biz hozir ildiz ostidagi sonni x ni 1-darajasi ko'paygan x ni 1/2 deb yozib olishimiz mumkin. Chunki mana bu ifoda 1/2 bo'ladi va bu teng ekan x ni a'siga. Odatda bular ko'payganda ularning darajalari bir-biriga qo'shiladi va bu 3/2 ni bizga beradi.
Xo'p, bizda hozir nima bo'lyapti shunda? X 3/2 bo'lyapti. Bu ildizni o'zi, mana bu ildizni o'zi yaxshi bilasizlar, bu 1/2 degani. Masalaga aytganman, bu yerda yashin 2 turadi, 1/2 bo'ladi. Ko'paytirib qo'ysanglar, sizlarda so'nggi javob 3/4 paydo bo'ladi va bizning so'nggi javobimiz B varianti hisoblanadi. 10-savol ifoda berilgan. X 1 dan katta, A + B 5 ga teng, C ni qiymatini toping. Grouping. Keling biz hozir common faktorni o'yindan chiqarib olamiz. Common faktor bizda bu x ni c si hisoblanadi. X c ni biz hozir kalisidan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, kalisning ichida shunda hozir bizda A + B ifodasi qoladi va bu x ni 30-darajasiga teng degan ekan. Xo'p, A bilan B nimaga teng? A bilan B bu 5 ga teng. Shunda biz hozir x ko'paygan 5 deymiz hamda x ni 30-deb yozib olamiz. Xo'p, bular bir xil. Darajani o'zini hisob-kitob qo'ysak bo'ldi. 5 sonini 30 soniga bo'lib yuboramiz va bizning so'nggi javobimiz 6 kelib chiqadi. Bu C varianti berilgan javob. Xo'p, 11-misol. Keling biz aynan mana shu ifodani 2 ni ikkinchisi shaklida yozib olamiz, chunki 4 sonni yaxshi bilamiz. Bu 2 ni kvadrati hisoblanadi. Ammo 8 degan son 2 ni 3-chisi hisoblanadi va tepada n + 5 turibdi. Xo'p, qalis ochib oladigan bo'lsak, bular ko'payadi. Hamda bizda 2 ni 4-n'chisi hamda 8 hosil bo'ladi. Hamda bu yoqda 2 da 3-n'chisi hamda +15 soni hosil bo'ladi. Bular bir xil, bularni hisob-kitob qilish shart emas. Keling, buni ishlaymiz. 4n + 8, 3n + 15. 3n ni bu yoqqa o'tkazib yuboraman. Shunda mana faqat n ni o'zi qoladi. +8 ni bu yoqqa o'tkazib yuboraman va bu yoqqa -8 bo'lib keladi. 15 dan 8 ni ayirsa, meni javobim 7 va bu B variantiga kelgan hisoblanadi. Xo'p, shu ifoda quyidagilarni qaysi birsiga teng deyapti. Keling biz hozir quyidagi ifodani yozib olamiz hamda ildiz ochgan holatda 3 ni bu yoqqa, 5 ni bu yoqqa yozamiz. 2 ni 5-darajasi yaxshi bilamiz, bu -32 hisoblanadi. -32 bu -8 hamda 4 sonning ko'paytmasi. -8 ni o'zi aslida bu -2 ni kubi hisoblanadi. Kub bilan kub yeyiladi. Oldinga -2 ifodasi chiqadi hamda ildiz ostida 4 soni qolib ketadi. Ko'rishli savol ifoda berilgan. Xo'p, qani toping deyapti. Keling, aynan mana shu ifodadan 2x ni kalisdan tashqariga chiqarib olamiz. Grouping. Shunda kalis ichida 2 ni 3-darajasi qoladi. Hamda minus bor ko'rib turibsizlar. Bu yoq tarafda 1 ni o'zi qoladi va teng ekan bu k2x ga. Xo'p, bu nechini beradi? Hisob-kitob qilsanglar, bu yerda hozir 7 soni qoladi hamda davomi bir xil bo'lib turibdi. 2x bilan 2x qisqaradi. Shunda k nechaga teng bo'lyapti? K 7 ga teng bo'lyapti. 14-mashqimiz. Xo'p, ifoda berilgan. Biz topishimiz kerak k sonini. Xo'p, keling biz yozib chiqamiz 5 ni 12k degan holatda, chunki bu bir-biriga ko'payadi, yaxshi bilamiz. Bundan keyin u teng bo'ladi, bu ham bir-biriga ko'payadi. 5 ni 24 ni 3 ga bo'lamiz, bu 8 degani. Xo'p, bular bir-biriga teng bo'ldi. Uni yozilgan holatda 12k teng 8 deb ishlaymiz. 12 sonni bu yoqqa bo'lib o'tkazib olamiz. Bu ham 4 ga qisqaradi. 4 ga qisqarganda javob 2/3 bo'ladi va bu B javobda kelgan hozir. Xo'p, quyidagi ifoda bularni qaysi birisi bilan teng, ya'ni ekvivalent deyapti. Keling biz 2a ni hozir yozib olamiz ildiz shaklida, ya'ni x bo'ladi. Mana b bu yoq tarafga o'tadi va bu yoqda 2a qoladi. Ko'rib turibsizlar, bu B javobda kelgan narsa. Oxirgi savol. Xo'p, x2 y3 ya'ni bu 10 bilasizlar. Hamda bizda x3 y2 bu 8 ga teng ko'rib turibsizlar. Buni javobini eshitadi deyapti. Eng oson yo'li bu ifodani bir-biriga ko'paytirib yuborish. Ko'payganda yaxshi bilasizlar, darajalar bir-biriga qo'shiladi. X ni 5-chisi hamda y ni 5-chisi. Xo'p, bu 10 bilan 8, 10 bilan 8 birga ko'payganda javob 80 bo'ladi. Ya'ni bizdagi D javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi misollarimiz xudo xolasa foiz to'g'risida bo'ladi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.